o'yin o'ynab matematikani o'rganamiz. 3-qism. Qani ketdik. 9-leveldan boshladik. Bugun 7 ta level o'rganamiz, 15 ta bo'ladi shunda. 13, 18, 31, 7, 25, 32, 12, 30, 42, 26, 13, 39 bo'ladi. Qo'shyapti. Endi buni ham bilmagan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Ayrish, bo'lish, ko'paytirish. Bo'lish birinchi bajariladi. 2 bo'ladi, 8 ni 4 ga bo'lsak, 2 ni 3 ga ko'paytiramiz, 6 bo'ladi. 8 ni 6 ni ayiradigan bo'lsak, 2 qoladi. 11-level. 2, 4, 6, 1, 1, 1. 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 6, 8 bo'ladi. 2 ga 2 qo'shib boryapti. 1, 1, 1, bu ham 1 bo'ladi. 4-inchisi ham o'zgarmayapti. 3-ustun. Tushunyapsizlarmi? 1-chi, 2-chi, 3-ustunda ham bor. 2, 4, 6, 8 bo'ladi birinchi ustun, 2-ustun 1, 1, 1. 3 ta o'zgarmadi, 4-inchisi ham o'zgarmaydi. 4-inchisi ham 1 bo'ladi. 3-ustun 0, 1, 0, 1. 4-ustun 1 bo'lar ekan işte. 3-ustun. 4-ustun esa 0, 1, 2. Bittaga oshib ketyapti bu. 0, 1, 2, 3. 3 bo'lar ekan. 8123. Mantiqiy matematikada shunaqa qoida borki, ketma-ketlik tushunib olsangiz bo'ldi. Bu ham ketaveradi. 12-level. 11, 15, 20. 11 ni 4 ga oshiryapti. 15 keyin 15 ni 5 ga oshiryapti, 20 qilyapti. 20 ni endi 6 ga oshiradi. 26 bo'ladi javob. 13-level. 4, 8, 32, 5, 3, 15, 12, 20, 8, 6. Ko'r odamga ham aytsang bilsa kerak buni. Ko'paytiryapti-ku. 32, 5 kere 3, 15, 10 kere 2, 20, 8 kere 6 nechi? 48. O mana bu zo'r misoli, xuddi oldingiday kvadratlar bordi-ku, endi bunga uchburchak. Birinchi uchburchakning ichida nechta uchburchak bo'ladi? 5 ta uchburchak bo'ladi. Oldingi tushuntirganimdek. Mayli yozib ko'rsataman. Mana yozib qo'ydim. 1, 2, 3, 4. 4 ta uchburchak o'ziniki bilan 5 ta uchburchak. Har bitta kichkina uchburchak 1 ga teng bo'ladi. Endi ikkinchi uchburchakni sanaymiz. Umumiy kichkina uchburchaklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ta kichkina uchburchak bor. Bu 9 degani. Endi uchburchak ichidagi uchburchaklar 1, 2, 3 va umumiy uchburchak 4. 9 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, bo'ladi 13. Oxirgi levelga keldik. Bu videomizning oxirgi leveli 15-level. 3 ni kvadrati 9 bo'ladi. 2 ni kubi 8 bo'ladi. 9 dan 8 ayirsak nechi bo'ladi? 1. 1 ni milliardinchi darajasi bo'lmaydimi? Baribir 1 bo'ladi. Javobi 1. Ushbu o'yinning nomi Master Riddles deb nomlanadi. Telegram kanalimda o'yin yuklab olish manzilini ko'rsatib o'taman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling, komment yozing, savol bering, hamma ishni qiling. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.